Shuni tomosha. O, ana. Nima qiladi? Mana uni ochsa nimadir chiqishi mumkin. Men qo'rqyapman ochgan. Mana ularni ochgan to'g'risi qo'rqyapman. Shavkat aka bo'lgan, Shavkat akaga ochtiraylik. Ha, shuda baqiradi, qo'rqitadi odamni. Men topdim-ku Shavkat akani. Shavkat aka, zo'rmisiz? Keyin qani Zagrebni ko'rsataylik, Zagrebni. Ana ekan-ku. Zambarakchasimi, pushkasi nimasi bu? Bu qo'rqishli joy ekan bu. Ko'rib turganlaringizdek, bizlar ham birinchi suratga kelishimiz bilmaymiz. Magazinda bor ekan, magazini. Xohlaslaringiz mana nima edi? Mana nima bu? Lochinmi, nima edi bu? Tovusmi, tuz tovusmi? Piyoz bor, non bor. Xullas hamma narsa bor. Qarang. Mana o'zi aytib berakan nima bo'lganini. Ha, bu yerda tursak ko'rsatay ekan nima bo'lganini. Bo'ldimi? Ana. Shavkat aka, nima gap aka? Qani. Qayerga ketyapsiz aka? Mana bular. Opa. Ayiq yo'qmi aka? Kim biladi? O'zi Medvedgrad bo'lsa deng. Ayiq shahar bo'lsa. Mana qaragan. Yo'q o'qitgan pastga. Shavkat aka, o'zi chiqqancha jon chiqib ketadimi deyman. Shunday bo'layotgan-ne? Qara charchata ekan, ha? Jimoli ro'za. Shu shaharda qor yo'q, bu yerda qarang. Yo'q, qorda qarang. Atakoy nasib bo'lar ekan? Hali yana ancha bor ekanda. Hali ko'p aniqlarimdan ham tikka. Ha? Aniqlarimdan ham tikka. Hey, anshillarga qayerda bitta uycha ko'rinib turibdi-da. Bir ko'rinuvdi avval. Tepadan ko'rdingizmi? Qaydandir ko'rinuvdi. Qarang, shu. Tegadi. Nega qarang, hazar dotni. Balandmi bu? Ya bu Qaysi chiqish qiyin. u baland. Ha? U baland menimcha. Yo'q, bu tomonga hisoblasangiz bu yerdan baland-da. Ya, endi bu yerga ko'ringan bilan opsha. Bu baland, u baland. Qaysiga chiqish osonroq deysiz? Bunga, Ha? buni tepasigacha mashina kelsa. Buni pastiga to'xtatadi mashina. Mana endi ko'rsatamiz. Yozib tushunadi hammasini. Endi bu haqda ma'lumot ham bilmaymiz biz. O'lma shu darvoza bo'lganda bilsam bilmasam mana. Ha. Hayla qoldi. Anasini deyman. Darvozasini deyman. Arka bo'lganda. Arkasini. Ishlayotgan bo'lsa kiramiz, ishlamayotgan bo'lsa. Lekin mashina chiqqan ekan, qarang. Ya o'zlarinikida. Ha. Chiqadi mashina. Avvalo mana mikrobus challenge. Shu tepalik yomon qiziqdi shu tepalik. Uydan ham ko'rinadi-ku. Hayla uycha ko'rinayotgan mana mana shunday. Hayla qizil uycha. Mana daraxt arasiga. Qani? Ha, ko'rdim.
Ochiqmikan? Mang. Mana o'rmonda jo'ylari bormi deyman. Ha? Bu xaritasimi deyman, ha? Yuragimda значит. Hayırdır? Ha. Bu yoqqa birinchi chiqamizmi? Birinchi bu yoqqami? Mana ha? Bu tomonni ko'ramiz, ha? Ichkarilarni bir aylanib. O. Tashqarini bir ko'rayotgan, tashqarini. O'tiradigan skameykalari bor ekan. O shahar Zagreb. Gittikçe ichkaridan aylanamiz endi. Ichkariga kirayotgan endi. Oyoqqa suv kirdi. Mana anasi ekan-ku. Zambarakchasimi, pushkasi nimasi bu? Hop. Bilmaymiz endi nimadir haqida gapirib ketaylik desak, o'zimiz bilmasak buni. Medved garat deydi. Nima bo'lgan bo'lsa? Ha? Ichkarida. Ya bu gapirib beraylik desak, bilmaymiz endi tarixini deyman. Nima bo'lsa bular? Ana. Nima bo'lsa mana ular. Yozib qo'yibdi-ku. Ko'rsatib ketaveramiz, keyin tarjimadan ko'rib bilib olaveramiz. Bir kishi olib kelmaslikni tavsiya qilamiz deydi-ku. Qo'rqinchli bo'ldi ekan ichkari. Mana uni qarang, ey. Bu qo'rqinchli joy ekan bu. Bu qo'rqinchli joy ekan. Xullas, asrga olmasa bo'ldi. Xullas,
Ko'rib turganlaringizdek, bizlar ham birinchi suratga kelishimiz bilmaymiz. Kolbasalarni bu. Magazini bor ekan, magazini. Xohlaslaringiz mana nima edi? Mana nima bu? Lochimmi, nima edi bu? Tovusmi, tuz tovusmi, piyoz bor, non bor. Xullas hamma narsa bor. Uzum bor. Karchka piyoz, xolodilnik hamma narsasi bor. Bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi. Mana yerda qushlar uchib yuribdi. Qani boya qo'rqinchli ujislar chiqmaydimi? Mana qarang. Mana o'zi aytib berakan nima bo'lganini. Ha, bu yerda tursa ko'rsatay ekan nima bo'lganini. Bo'ldimi? Ana. Yaxshi tashkillashtirdi-da shuni. Yordam bermaysizmi? Qoch. Yana nimadir chiqadimi ekan, bo'ldimi? Ha, naryoqda qarang. Xullas, shunday joylar. Men faqat YouTube'ga kontent qilyapman. Hozir YouTube'ga video olyapman. Ko'rsatmalar o'chib ketdi. Instagramga ham olishim kerak edi. Ha, Instagramga ham olishim kerak edi. Bitta pauza qilib o'chiramiz, Instagramga olaylik. Opa, ketdi. Shavkat aka, bu nima joylar endi bu yoqlar? O'zimizda nima bo'ladi shunday joylar bo'lganda? Yo'q, unday qilib qolishmang, ha. Ketdik. Xullas, ko'rib ketaveramiz sekin. Medvedgradni ishlarini bir aylanayman. Bilmadim, endi men gapirmayapman-da, chunki o'zim tarixini bilmasam nima deb aytib ketaman. Men bilan birga sizlar ham ko'rib ketaverasizlar. Opa, mana. Qarang, haqiqiy Yevropaning an'analarida. Amerikani, mana shu Yevropaning kinolari bor-ku. Sher yurak. Qarang. Joylar o'zi-a. Mana qarang, mana. Bu bilmadim endi nima toshlar bo'lsa, bu qabr toshlarmi endi bilmadim. Nima bo'lgan bo'lsa, qabr emas menimcha, chunki qabr bo'ladigan bo'lsa kres bo'lish kerak. Kres yo'q. Demak, qabr emas bu. Hoppa. Tepadan bitta ko'rsatamiz. Xullas, Medvedgrad degani shu bo'ladi. Kichkinagina bir shaharchasimi, xullas nimasidir bo'lganda, tarixda qasrchasi bo'lgan. Menimcha boyagi xonlik, beklik bo'ladi ko'zimizda, xuddi shunga o'xshagan bo'lsa kerak. Hali buni men tarixini bitta o'qib chiqaman, qiziqib ko'raman. Xorvatiya Zagrebdagi Medvedgrad degan joyi ekan xullas. Men aniq tarixni bilmaganim uchun gapirib o'tmayapman. Videolarni ko'raverasizlar, ko'rsatib o'taveramiz. Faqat tomosha qilasiz, mazza qilasiz, bo'ldi. Men bu yerdan bir ko'proq gapirib sizlarni vaqtlaringizni olib o'tirmoqchi emasman. Shunchaki tomosha qiling. Endi yaxshi kontent chiqarish uchun professional emasman-ku o'zim. Kuchuk yuribdi bu yerda, kuchuk. Nima qilib yuribdi bilmayman. Shu ichkarini ham bitta ko'rsatayin sizlarga. Ichkarini ham ko'rsataman bitta. Qoch. Sen ham kirasan. Bilmadim, seni kirgizadimi yo'qmi? Ana, chaqirsa chiqdi. Egalar chaqirsa chiqib ketdi.
Chiroyligina qaranglar, mana chiroyligina. Anavning ichiga kirsak nimadir bo'lsa kerak menimcha. Nima ekan bu? Bosib ko'raveramiz. Keyingisini. Xo'p, mana uni bosib ko'ramiz. Xullas tushunmadim. Ha, bu ovoz tanlash bo'lsa kerak. Ha, bo'ldi, tushundim. Mana bu yerdan chiqib kelaverar ekan. Ha, bo'ldi, tushundim. Mana kalta kesak deb ko'rayotgan. Nay, demayur mana. Bu yerda ekan. Zo'r joy ekan lekin. Burgutni bitta ko'rayotgan burgutni. Qani? Qani burgut? Qani, men ko'rmadim. Lonni bosmayman, qo'rqaman. Ha, tepada ekan. Bo'ldi, mana. Olmaxon. Burgut bu yerda ekan. Shu qo'rsagan bitta bosib ko'rayotgan ilon qayerda ekan? Ajab qo'rqadigan emas ekan. Bor yo'qali. Ko'rgim kelmayapti seni. Bu tomonda kiyikmi, oxumi xullas. Chayonni bitta ko'ramiz. Chayonni naryoqda ekan. To'ng'izni bitta ko'rayotgan, to'ng'izi naryoqdan kelyapti. Ukkami, boyo'limi? Xullas nima edi bu? Qani bu? Ha, bu yerda ekan bu. Kapalakni bitta ko'ramiz. Ninachimi, kapalakmi xullas? Qurbaqa bu yerda. Mana nima edi? Mana kapalak. Kapalak bu yerda ekan. Baliq. Baliq qani, mana baliq. Xullas, maza qilyapsizlarmi? Hop, dobrdan. Xullas, tepaga chiqib ketamiz endi. Tepaga bitta tepani tomosha qilyapman. Ko'ringlar qan. Ana. Xullas, chiroyli joy ekan. Kirish narxi biletda aytib o'taman, necha pulligini hozir esimda yo'q, necha pulgadir oldi. So'ramoqman. Yaxshi. Sizlarga bir tomosha qildilar. Men Xorvatiyaga kelgandek his qilasizlar o'zlaringizda. Bundan tepadan mana Zagreb bu tomonda bor ekan. Yana tomosha qiladigan joyi. Xo'p, yana tepa bor ekan. Lekin biz hozircha shuni tomosha qilamiz. Ana. Nima qiladi? Mana uni ochsa nimadir chiqishi mumkin. Men qo'rqyapman ochgan. Mana nima bo'lsa. Ha, men yaqin kelsam meni yuzim chiqadimi deyman. Ana, ko'rinyaptimi? Kepkamni yechib qo'ying. Xo'p, mana yerga kelishim kerak ekanda. Ko'rinyaptimi, yo'qmi? Ko'rindi. Xullas tepa. Bas, mana ularni ochgan to'g'risi qo'rqyapman. Shavkat aka bo'lgan, Shavkat akaga ochtiraylik. Ha, shuda baqiradi, qo'rqitadi odamni. Xullas nimadir yozuvlari to'xtatib pauza qilib tarjima qilib o'qib ko'rsa bo'ladi. Men ochmadim xullas. Shavkat aka bilan kelib ochib ketaman. Tepaga chiqib ketamiz yana. Rahmat. Aytdim-ku, bir kishi qo'rqadi.
Tepada nima bor ekan, tepada? Ochish o'zi mumkinmi? Mumkin ekan. Opa. İşte yap koyalım. İşte yap koyalım. Tepeye çıkamız ya. Tepeye çıkamaz. Oho, mana. Men topdim-ku Shavkat aka, Shavkat aka. Zo'rmisiz? Keling qani Zagrebni ko'rsataylik, Zagrebni. Bunga faqat karta ekan. Kartami ekan? Karta ekan. Yo'q. Naman 2 kilometrlik yozilgan. Men xullas Zagreb mana ikkinchidagi burgutlarni ochib ko'rdingizmi? Qo'rqib ketdi odam. Men ochmadim-da. Nimaga? Qo'rqdim-da, sizga ochtiraman deb ochmadim men. Bu kameranimi? Yo'q. Ana bor edi. İkinci etajdami, nechinchi etaj? Nima bor edi? Burgut turibdi, bitta qush turibdi. Shuni anular turibdi. Qapoqlar turibdi. Ochib ko'rdingizmi? Yo'q. Yerini ochib ko'raylik qani, shu yerda ko'rsak. Tarafiga bitta chiqib, mana qasrda ochiq o'zi ko'rinayotganda. Yo, u yoqqa chiqamiz. Mana uni bitta ochib ko'raylik. Qayt tushmay chiqamiz. Ha, bu tomonga o'tamizmi? Qayerda? Chiqish bormi ekan bu yerda? Xullas men Shavkat aka obunachilarga Zagrebga kelgandek, Xorvatiyaga kelgandek hamma joyda ko'rsatyapman-da. Bo'lib qo'yaman-da, to'g'rimi? Bittada ko'rsa. Mana. Qasr qo'lini ko'rinadi bitta. Xullas kichkinagina boya xonlik, beklik degandek bo'lgan ekanda. Ranoni boshqargan ekan. Hozir yetan shuncha qasr bo'lsa hammasi. Mana bari tepasida quyosh batareya bor ekan. Qani? Tepadagi uy deyaptidingiz. Nima bo'lishi mumkin bu Shavkat aka? Uycha. Biz bor edi, kofexona. Xullas. Shu Medvedgrad shu, men qo'lim ana o'qib qopti-da. Ko'rsatdik, endi xullas. Men endi rasm tushishim kerak. Videoni o'chirsam boyagi qarg'ani ko'rmay qolasizlar. Keyin montaj qilishga erinaman. Buni bitta o'zini qo'ymoqchi edim. Bo'pti. Ya bundan keyingi videoda ya ulayman yoki ulamayman. Xullas ko'rasizlar uni ham. Xo'p.